Do'stlik tumanida aholi farovonligini oshirish, mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tumandagi 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlarining har birida mahalla yettilik xodimlari va ularga qo'shimcha ravishda tuman hokimligi vakillari, shuningdek, elektr, gaz, suv ta'minoti, kadastr, mahalla bankiri, sanitariya-epidemiologiya, veterinariya va favqulodda vaziyatlar xizmati mutaxassislaridan iborat islohotlar shtabi tuzilib, doimiy faoliyat yuritmoqda. Islohotlar shtabi faoliyati uchun tuman hokimi tomonidan 19 turdagi asosiy vazifalar belgilab berilib, ushbu vazifalarning ijrosi tizimli yo'lga qo'yilgan. Jumladan, aholi murojaatlari bilan ishlash masalasi doimiy e'tibor markazida bo'lib, prezident virtual va xalq qabulxonalari hamda mahalliy hokimlikka kelib tushayotgan murojaatlar doimiy nazoratga olingan. Yana bir asosiy vazifalardan biri tumanda ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minlash ham ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Xatlov natijasiga ko'ra aniqlangan ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ularni kasb-hunarga o'qitish va tadbirkorlikka jalb qilish ishlari tizimli tashkil etilgan. Natijada bir oy ichida aniqlangan 1,5 ming nafar ishsiz fuqarolarning 400 nafari bandligi ta'minlangan. Shuningdek, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida oilaviy tadbirkorlik, biznesga birinchi qadam, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va mahalla loyihalari doirasida 9,2 milliard so'm imtiyozli kredit ajratildi. Natijada 300 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligi sohasida ham muayyan natijaga erishilmoqda. Xususan, tumanda pillachilikni rivojlantirish, aholi tomorqalari hamda ishsiz aholi va ishsiz yoshlarga ajratilgan ijara yerlardan samarali foydalanishni tashkil qilish, issiqxona xo'jaliklarini ko'paytirish orqali daromadi past bo'lgan xonadonlarning qo'shimcha daromad manbalarini yaratish choralari ko'rilmoqda. Obodonlashtirish va ekologik muhitni yaxshilash borasida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallalar hududida daraxt va manzarali ko'chatlar ekish, yashil hududlarni kengaytirish, sanitariya, tozalik ishlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, mahallalarda jinoyatchilikning oldini olish, profilaktika ishlarini kuchaytirish, yoshlar bilan manzilli ishlash orqali tinch va xavfsiz muhitni ta'minlash bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Umuman olganda, Do'stlik tumanida aholi turmush darajasini yaxshilash, iqtisodiy faollikni oshirish va mahallalarni yanada obod qilishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Muhtaram prezidentimiz bu yil alohida mahallaga e'tibor berib, islohotlarni amalga oshirish yo'lida quyi mahallagacha tushish, yuqori rahbarlar pastga tushib ishlashni nazarda tutgan holda bu yil alohida nom berishdi. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb alohida e'tirof berildi. Ushbu yilda demak yil boshidan biz oldimizga katta marralarni oldik. Ushbu mahallada ko'plab qiladigan ishlarimiz juda ham ko'pligini aniq his qildik. Yurib xonadon-xonadon, mahalla pastgacha tushib, aholini demak nimasida xonadonida bugun oddiy tomorqadan tortib to o'sha innovatsion loyihalarni amalga oshirish jarayonidagi oralig'idagi o'sha kenglikda juda ham bir amalga oshiradigan ishlarimiz, vazifalarimiz juda ham ko'pligi biz o'zimiz amin bo'ldik. Ushbu yilda ushbu islohotlarni amalga oshirish yo'nalishida muhtaram prezidentimiz alohida farmon bilan fevral oyining 16-chisi kuni chiqdi. Farmon qabul qilib, ushbu farmonda ushbu mahallada islohotlar 2030-yilgacha qanaqa jarayonda qaysi bosqichga olib chiqish va ularni qanday yo'nalishlarda kimlar bilan amalga oshirishni bandma-band tushuntirib, hammasini alohida juda ham chiroyli qilib tushuntirib berishgan. Ushbu islohotlarni amalga oshirish yilida viloyat hokimimiz Ulug'bek Mavlonovich alohida tumanimizga tashrif etib, do'stlik tajribasi sifatida islohotlar shtabini tashkil etish bo'yicha alohida ko'rsatma va topshiriqlar berdi. Shu ko'rsatma va topshiriqlardan kelib chiqib, biz har bir mahallada islohotlar shtabini quyi mahallada amalga oshirish, ularni ijrosini ta'minlash bo'yicha islohotlar shtabini tashkil qildik. Islohotlar shtabi tomonidan mahallada kambag'allik va ishsizlikni tugatish, jinoyatchilikni oldini olish borasida ham bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan mahalladagi kambag'allik reyestriga kiritilgan oilalarni doimiy ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar berish orqali daromadini yanada oshirish borasida samarali ishlar olib borilyapti. Mahallada xizmatlar sohasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan hududda mavjud xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish,
yo'lga qo'yilmagan yo'nalishlarni joriy qilish borasida ham ishlar olib borilmoqda. Bu yo'nalishlar sifatida sartaroshxona, go'zallik saloni, qandolatchilik va chorvachilikni yanada kompleks rivojlantirish borasida tegishli ishlar olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda mahalladagi eng dolzarb muammolar, aholi murojaatlarini hal etish, kambag'allik va ishsizlikni tugatish va jinoyatchilikni oldini olish borasida mana shu yangi tizim islohotlar shtabi alohida o'z oldiga vazifa belgilab olgan va shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Mana shu yo'nalishdagi ishlarni izchil davom ettirib, hududni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantiramiz. Bunda yangi yo'lga qo'yilgan mahalla 22lik tizimi alohida rol o'ynaydi.